Bu William Stanley Milligan. Ko'plar uni Billy Milligan ismi bilan taniydi. U shizofreniya, ya'ni bir odamning ichida bitta yoki bir nechta shaxs yashashi diagnozi bilan kasallangan odamlarning eng mashhuri. Nega aynan Billy ajralib turadi? Chunki uning ichidagi shaxslar soni 24 ta bo'lgan va bu olimlar va doktorlar tomonidan rasmiy e'lon qilingan ma'lumot. 24 ta shaxsning 10 tasi asosiy bo'lgan. Bular Milliganning o'zi asosiy shaxs, Regent Vadaskovich, Arthur Smith, Alan, Tommy, David, Christian, Christopher, Adalana va Danny. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Ularning orasida ayol shaxslar ham bo'lgan. Shizofreniya shunday kasallik bo'lib, unda bir shaxs ko'zi ojiz, ikkinchisi bo'lsa juda yaxshi ko'ra olishi, biri duduqlanib gapirsa, ikkinchisi ravon gapirishi yoki Billyda guvohi bo'lganimiz kabi, biri ayol, ikkinchisi erkak, uchinchisi yosh bola bo'lishi mumkin. Billyning ichida 10 yoshli bola shaxsi ham bo'lgan. Billy haqida Daniel Kizning Billy Milligan sirli hikoyasi va Milligan janglari nomli dokumental romanlarida yoki 2016-yil suratga olingan Split filmlaridan ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Agar sizga video lavha qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosing hamda izohlarda plus belgisini qoldirib keting va men bu diagnoz va Billy haqida yana bir video chiqaraman.